Bu siz. Bu esa sizni ayolingiz. Bu esa sizni sirlaringiz. E'tibor bering, siz sirlaringiz bilan lim-molimsiz. Ayni shu holatda ayolingiz uchun juda ham qiziqsiz. Keling endi hamma sirlaringizni ayolingizga aytib ko'ramiz. Ana endi esa ayolingiz to'la, siz esa bo'm-bo'shsiz. Endi u sirlaringizni xohlagan joyiga, xohlagan payti, xohlaganidek to'kish imkoniyatiga ega. Yetmaganiga endi siz unga qiziq ham emassiz. Aslida qanday bo'lish kerak edi? Ko'ngil uchun suvimizdan ozginasini unga quyishimiz kerak edi. Shunda u ham qup-quruq bo'lib qolmasdi. Siz ham doim unga qiziq bo'lardingiz.